Kecha hisob kitobini qiluvdim, zakotni berib qo'yishim kerak. Kimga berishni bilmayapman onasi. Adasi, ana qo'shnimiz Nargiza xo'jayinni ish yurishmayaptimi deyman, kechagina narsa so'rab chiqqan edi. Ozgina ro'zg'orlik qilib berib yuborgandim. Menimcha qiynalishyaptimi deyman-da adasi. Shularga bera qoling. Qo'shni mana shu zakotimiz bor edi. Yo'q, qo'shni, u sizdan qarzim bor edi. O'shandan minus qilib qo'ya qoling. Unaqa minus qilib bo'lmas ekanda. Oldin bu sizning mulkingiz bo'ladi. Xohlasangiz berasiz. Bo'lmasa o'zingizga ishlataverasiz. Mana shu kiyilmagan kiyimimiz ham bor edi. Duo qilib qo'yarsiz. Rahmat. O'g'lim, yarashibdimi? Ha, yarashdi. Qaragin, qanaqa chiroyli. Baraka topgan. Xoling ham ko'pdan ko'p duolar qildi bola. Opa, o'sha to'yga o'zingizlar bemalol borib kela qolinglar. To'yga kiyishga kiyadigan ko'ylagim yo'q edi, opajonim. Lekin rostali ham borgim kelyotgandi. Oching. Hop. Yaxshi o'tiribsizmi? Ertalab o'g'lingiz pul tashlab ketgandilar. Ishlarim bilan bo'lib oyijon berish esimdan chiqib qopti. Mana pulni oling. O'g'lingiz aytdilar, o'zingiz yaxshi ko'rgan, xolajon yaxshi ko'rgan ko'ylaklarni olib, chiroyli bo'lib to'yga borar ekan. Adasi, meni kechiring. Bilaman, hammasidan xabarim bor. Ukajonni mashinalariga qattiq shikast etmabdimi? Ukamga? Keyin akam qachon keladi? Tinchlikmi, opajon? Moshinamni urib oldim, akamdan pul olmoqchi edim. Voy, o'zingizga hech narsa qilmadimi? Yo'q. Hozir shoshmay turing. Aytaman, ukam kech qolyapti deyman. Lekin senga rahmat onasi. Odamlarning xotinlari jigarlariga yaxshilik qilaman desa, ichi yonib to'sqinlik qiladi. Sen hammani ko'nglini olib berasan. Boringga shukr onasi. Men ukamdan xabar olib kelay.